Dashko'la hududida masjidga yaqin joyda ikkita kelin bilan o'tiradigan deymizmi? Xuddi shunaqa uyimiz sotuvga kelib qoldi. 4 sotuvli xonadonimizda naqd 8 ta xona hamda ahamiyat berib qo'yasiz. 3 ta sanuzil bor. Hozir uyimizni to'liq obzorini qilib beraman. Birinchi manzil. Dashko'la Javonxona masjidiga taxminan 400 metr. Bu tomonimiz maktab, bog'chaga yaqin joyda. Ko'chalar asfalt bo'lgan, kanalizatsiya tushgan. Suv, svetdan muammo yo'q. 4 sotuvli hovlimiz to'y qilishga tayyor bo'ladi. Yangi darvozalarni o'rnatib qo'yishgan va darvozaxonadan kirganimizda mana shunaqangi chiroyli manzara bizni kutib oladi. Demak, xonalarimiz planirovkasini tushuntiraman. Mana bular nima derdi? Balenciaga dermidi, nima deydi bilmayman. Qisqasi mana shunaqa temirlarni ham chiroyli qilib yasattirib qo'yishgan ekan. Uy dahliz ko'rinishidagi xona uyimizni aynan mana shu yerga planirovka qilishgan. Ota-onalarimiz uchun mos kelaveradi. Uni yonida esa ko'rishingiz mumkin hojatxona hamda hammomimiz, ya'ni umumiy sanuzilimizni katta joy qilib turib, alohida sig'dirib ketishgan ekan. Mana bu tomonimizda oshxona mebellari bilan birgalikda oshxona ovqatlanish xonasini mo'ljal qilishgan ekan va maysalarni qarang. Yashil zona insonga kayfiyat berib turadi. Xonadonimiz ixchamgina, umuman maza qilib yashash uchun zo'r sharoitlar bor. Aqlli kachollarni o'rnatilgan mana bu uylarimiz hammasi shu kachol yordamida isiveradi. Undan ham muammo qilib o'tirmaysiz. Xonadonimizning endi aynan mana shu qismiga o'tamiz. Ichkarilarni ham kirib sizga ko'rsataman, sababi ta'mirlari ham chiroyli holatda bo'ladi. Eshikdan kirganimizda bu birinchi xonamiz hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, ta'mirlari, patologlarning formasi, lustralar, hamma narsasi o'rnatib qo'yilgan. Keyingi qismimizda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. E'tibor berib qo'yasiz. Batareya registrlarini ham o'rnatishgan va o'zini alohida sanuzillarga ham ega. Hali uylarimiz yakuniga yetmadi. Navbatdagi qismimiz endi shuncha uyga mehmonlar ham keladi, to'g'rimi? Kattakon mehmonxonamiz bor bu yerda. Mehmonxonamizning ko'rinishi ham juda o'zgacha. Mehmonxonamizdan ikki tomonga eshik qo'yilgan, u tomondan ham bu tomondan ham kirish imkoniyati bor. Bu tomonda bitta bolalar xonasi qilib qo'yilgan bo'lsa, nargisi yotoqxona bitta oila uchun, mana bu tomonimiz ham yana bitta oila uchun. Hozir ichkaridan buni ham ko'rsataman. Koridor orqali kirganimizda mana bu tomonimizda ikkita xonamizni joylashtirishgan. Bu xonalarimiz farzandlar uchun yotoqxona, bittasi o'g'il bolalarga, bittasi qiz bolalarga. Undan keyin esa ikkinchi farzandimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz ichida sanuzil bilan birga proyekt qilingan. Ko'rganingizdek, umumiy olib qaraganda 3 xo'jalik bemalol yashash uchun barcha xonalar ham, sharoit ham yetarli holatda bo'ladi. Xonadonimizni ko'rib chiqdingiz, 4 sotuvli uyimizning narxi 89 ming dollar, ya'ni barakasiga oz-moz o'tib ham berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldirgan aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni Sho'ro, Mashhad, Sadandagi hamda mana shu atroflardan Javonxonadan qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying, ularga ham foydali bo'ladi.